O'zi hayotga bundoq qarasangiz, hamma joyda hisob-kitob borligini ko'rasiz. Doim inson bir narsani evazini, bir narsani qarshiligini kutadi va shuni xohlaydi va shuni talab qiladi. Masalan, ko'chada ketayotgan bir yosh bolani noo'rin bir yosh katta odam bitta ursa, bu yoqdagi odam g'azabi chiqadiki, bu insonni jazolash kerak degan fikrga keladi. Yoki hayotimizdagi har bir narsa inson adolatparvar bo'lganligi uchun bir narsani qarshiligini so'raydi. Ya'ni inson xohlagan ishini qiladi-yu, hisob-kitobsiz qolib ketadi deb o'ylayotgan bo'lsa, demak, marketga kiryapti-da u odam hamma narsani olib, hamma narsani yeb, kassa borligini, hisob to'lash kerak ekanligini tushunmayapti. Bunaqa insonlar odatda ahmoq bo'ladi. Aqli rivojlanmagan, aqli noqis insonlar shunaqa fikrlaydi. Chunki hayotda hamma narsa hisob-kitobli. Demak, bir katta hisob bo'lish kerakki, haqlarga qaytarib berilishi kerak. Bo'lmasam insonlar norozi bo'lib qoladi-yu. O'shaning uchun haqlarga olib beriladi. Urgan uriladi. Tepgan tepiladi, xiyonat qilgan unga yarasha jazo oladi. Hamma narsani hisob-kitob bo'lishi shart. Bo'lmasam insonlarni yashashidan